Navbatdagi savol. Erkak kishi uning ko'p ayblarini yashirib, u bilan sabr qilib yashagan ayoli bo'la turib, ayolimning yoshi kattayib, kasal bo'lib qoldi deb yoshroq ayolga uylanish to'g'rimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu savol beruvchining o'zi savolidan bilinib turibdiki, erkak kishi ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotinga uylanishdagi shar'iy maqsadni tushunmaganligi. Nima uchun uylanadi? Erkak kishi nima uchun uylanadi? Xotinidan ko'ngli to'lmagani uchun uylanadi degan tushuncha bor-da hozir odamlarda. Nimaga uylanibdi ekan? Guldagina xotini bor ekan, hamma ishini qilib turibdi ekan, kuniga yarab turibdi ekan. Nega uylanibdi? Ya'ni erkak kishi yo xotini bo'lmasa uylanadi yoki xotinidan ko'ngli to'lmasa, xotini bir narimanda bo'lsa, boyagidek ozroq yetishmaydigan bo'lsa, yo eri ko'nglidan chiqmasa keyin uylanadi degan tushuncha bor. Bu tushunchani musulmon odam esdan chiqarib tashlash kerak. Bu tushunchani esdan chiqaring. Mana shu tushuncha bo'lsa, odamda uni orqasidan katta noto'g'ri ishlar kelib chiqaveradi. Bitta savol bering o'zingizga o'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotin ustiga xotin oldilarmi? Oldi. Bir paytda 9 ta xotinlari bordi. Nima uchun uylandi? Xotindan ko'ngli to'lmaganmi Rasulullohning? Yoki sahobalar nima? Bu Rasululloh payg'ambar bo'lganda desangiz, o'zi aslida unday deysiz noto'g'ri. Payg'ambar bo'lganmi? Payg'ambar bizga namuna bu. Payg'ambarda bizga namuna bor. Rasulullohning xotinlari o'sha zamonda eng afzal xotinlari bo'lgan, hammasi. Eng mutlaqo chiroyda ham, farosatda ham, taqvoda ham, hamma tomondan nasab jihatdan qarasangiz, o'sha zamonasining eng afzal ayollari bo'lgan. Nima uchun uylandilar Rasululloh? Xotinlarida bir kamchilik borligi uchun emas. Mana shu savolga avval to'g'ri javob olish kerak odam. Yoki sahobalar nima uylandi? Kim uylangan bo'lsa, xotindan ko'ngli to'lmay uylangan bo'ladimi? Ana bu noto'g'ri narsa. Bu din dushmanlari chiqargan. Esingizdan chiqarmangki, mana shu fikrni din dushmanlari bu shariatdagi bir asosni yo'qotish uchun, jamiyatda o'sha feminizmni urug'ini ko'paytirish uchun chiqarilgan narsa. O'sha hozirgi mana psixolog, ersiz psixologlar bor, shariatni buzib yurgan bir shariatdan tushunmasdan turib shariatni dushmanlari, shariatni nomidan gapiradigan ba'zi bir johillar bor. Mana bularning gapiga kirmang siz. Siz diniy nimaga qarang. Namunaga qarang, namuna andozaga qarang. Kim Rasulullohga, sahobalarga qarang. Nega uylangan ular? Nega uylangan? Ko'ngli to'lmasa uylanadimi? Alloh taolo aytdimi masalan, 2 ta, 3 ta, 4 ta xotinlar xotinlardan ko'ngli to'lmasa dedimi? Yo'q. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Sizlar ayollardan 2 ta, 3 ta, 4 ta ko'ngillariga yoqqan ayolga uylanaveringlar degan. Ya'ni erkak kishi xotinidan ko'ngli to'lmaganligi uchun uylanmaydi. Shuni biling. Bu masalan zurriyot ko'paytirish uchun uylanadi yoki bir diniy bir foydasi bor uchun uylanadi, sunnat bo'lishi, sunnat tarqatish uchun. Ya'ni bitta qalbi masalan bir xotinga bog'liq bo'lsa odamda boshqa xotinga uylanmaydi degani emas bu. Masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xadija onamizni qanchalik yaxshi ko'rgan. Xadija onamizdan keyin Oysha onamizni qanchalik yaxshi ko'rgan, hamma bilardi. Hatto ochiq aytardi hamki, Rasululloh kimni yaxshi ko'rasiz deb so'rashsa, Oyshani deb aytardi. Ya'ni ochiq hamma bilardi bu narsani. Lekin Oysha onamiz ustiga qancha xotin oldilar Rasululloh. Bu hech qanday inson xotinini yaxshi ko'rishi, uni ustiga xotin olishi bir-biriga zid, teskari narsa emas bu. Nimaga uylanibdi ekan degan savol ko'tarib, ba'zi bir buzg'uncha ayollar bor, otinoylar bor bir xil. O'zi eri bir er hisobida bo'lmaydi, uyda o'tiradi. Bu ayol ko'chada hammaga va'z qilib o'rgatib yuradi, butun ishi oilani buzish bo'ladi. Eri uylangan ayollarning oldiga borib, nima uylanibdi? Nima kaming bor ekan? Men kim nima deb o'ylagandim, qarasam guldagina ayol ekansan-ku. Bo'sh ketgansizlar. Sizlar bo'sh ketganlaring uchun erlaring uylanadi. Erlaringni mahkam ushlanglar. Ko'zini ochirgani qo'ymanglar. Xarajatni boshidan yog'diringlar. Yomg'irda yog'iraversa, undan keyin xarajat ko'payaversa, keyin er uylanolmaydi. Bu nasihatmi bu? Bu nasihat ayollarga bo'lgan nasihatmi? Bu dinni buzishku bu. Oilani buzish bu, shaytonning yo'liga xizmat qilish demak bu. Shuning uchun bu narsaga, ya'ni bir keskin bir fikrga odam kelib olish kerak. Bu juda muhim narsa. Ya'ni savol shuki, erkak kishi nima uchun uylanadi? Xotinidan ko'ngli to'lmagan uchun uylanadimi? Mana shu narsa noto'g'ri tushuncha. Xotinidan ko'ngli to'lmay, guldagina xotinini ustiga xotin olibdi degan narsa noto'g'ri narsa bu. Bo'lmasa Rasulullohga nima deysiz? Sahobalarga nima deysiz? Butun ummatda shunday bo'lib davom etib kelgan. Bu hech qachon bu ayollarni kamsitishga ham kirmaydi, ya'ni xiyonat qilishga ham kirmaydi, bu ularni haqqiga kirishga ham kirmaydi. Bu shariat qilgan. Alloh taolo
buni bizga shariat qilgan rahmat bo'lgan narsa bu. Aslida bu to'g'ri tushunsa bu birinchi xotinga ham, ikkinchi xotinga ham, uchga ham, to'rtga ham rahmat bu. Hamma uchun, jamiyat uchun rahmat bu. Lekin ana shu rahmat bo'lgan narsani biz o'zimizga o'zimiz azob qilib olib turib, mana hozir qancha musibatlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Shuning uchun hozirgi savol beruvchi aytayaptiki, xotini erini kamchiliklarini kechirib kelgan bo'lsa, ayblarini yoshirib kelgan bo'lsa, hamma ishlarini qilib kelgan bo'lsa, yana ustiga xotini olish to'g'rimi? Ya'ni bu ayol o'zi qilgan ishi, o'zi vazifasi yoki bo'lmasa fazli bu, muruvvati bu. Birovga yaxshilik qilib kelgan bo'lsangiz, eringiz uchun yaxshilik qilgansiz mesela, bu yaxshilik. Bu uchun siz albatta buni mukofotini olmay qo'ymaysiz. Alloh taolo karim zot. Siz eringiz uchun agar uni aybini yashirgan bo'lsangiz, Alloh sizning aybingizni yashiradi. Uni muhtoj holatida bir yordam berib yuborgan bo'lsangiz, Alloh sizga eng muhtoj kuningizda sizga yordam beradi. Bo'lib ham hayotingizdagi o'ziga eng yaqin bir kishiga yordam bergan bo'libsiz. Farzandlaringiz otasiga yordam bergan bo'libsiz. Bu bilan siz juda bir dunyoni o'ntarib qo'ygan odam ham deb hisoblamang o'zingizni. Bu aslida bu har bir odam, har bir muslima, ayol muslima sifatida qilish kerak bo'lgan narsa. Yoki er ham xotinini kamchiliklari bo'lsa kechirishi, ayblari bo'lsa yoshirishi, bu erlik vazifasi bu odamda. Inson mo'min-mo'minga oyna, ko'zgu, mo'min-mo'minga satr bo'ladi. Mo'min-mo'minni yordamchisi bo'ladi, yordamchi tashlab qo'ymaydi. O'shanday holatlardan kelib chiqqan holatda er xotin qo'sh ho'kiz deydi-ku bizda, birga tortadi yukni degani bu degani. Ya'ni ho'kizlar xuddi omoch haydagi tortgan paytda ikkovi birga tortganda er xotin o'sha hayot qiyinchiliklarini birga boshdan o'tkazadi. Bola tarbiyasi bor, boshqa narsa bor, iqtisod muammosi bor. Birga, ya'ni hamma narsa o'sha o'rtalig'ida bo'ladi degani. Shuning uchun xotini eriga yordamchi bo'lsa va bu masalada hech bir to'g'ri bag'ri kenglik bilan qarasa, o'sha uylangan ayolini ham erini, ikkinchi ayoli bo'lsin, o'shani ya'ni bu musulmon, meni ham singlim bu, buni ham haqqi bor, buni ham erga tegishga haqqi bor. Er qurib ketibdimi, birovni erga tegib olibdi degan gaplar qiladi. Birovni eri degan narsa nima degani bu? Hamma mo'min aka-uka bo'lsa o'zi, ham ayol kishini haqqi o'sha erni nimasida, hamma er shuniki degani emas bu. U er to'rtta xotinga uylanishi mumkin. Agar mumkin emas desinchi birov, hech kim ayta olmaydi. Shariatda bor bo'lgan narsa bu. Shunday bo'lgandan keyin bu narsaga ya'ni ko'p qattiq turib olib o'zimiz qiynamaylik. Qalbimizni sal bag'rimizni ochib qaraylik. Teparoqdan qaraylik. Bu biz uchun eng katta namuna Rasulullohning ayollari. Ayollar uchun Rasulullohning ayollari namuna bo'ladi. Ayollarga qarang qanday holatda bo'lgan. Birovdan kami yo'qdi shu ayollarning. Hamma tomondan eng ayollarning oldi bo'lgan. Zamonasini hamma tomondan, ham chiroyda, ham farosatda, ham ilmda, ham nasl nasabda, hamma jihatdan ayollarning oldi bo'lgan, hamma xotinlari. Lekin o'shanday bu narsa bizga ummatga katta bir namuna bo'ldiki, Rasululloh ko'rsatib beradilar adolat qilishdi, yashashdi. Masalan, to'g'ri, masalan, erkaklar hozir uylanyapti, adolat qila olmaydi. Qilmaydi ham, masalan, qila olgani ham qilmaydi ko'pchiligi. Bu uchun o'zi javob beradi. Bu uchun o'zi javob beradi. Bu adolat qilmayapti, qila olmayapti degani bo'ldi, shariatda mana shu tomonni yopib tashlash kerak degani emas-ku. Xuddalik namoz o'qiganlar yaxshi namoz o'qimayapti desa bo'ldi, yop masjidda. Namozni yolchitmayapti hech kim. Masjidni yopinglar. Azonni o'chiringlar. Kerak emas bularga hech qanaqangi. Yoki ro'zani masalan. Ro'zani yaxshi tutmayapti. Namoz hammasi ro'za tutadi, keyin og'iz ochgandan keyin sigaret chekadi, nos chekadi. Bunaqangi ro'zani keragi yo'q. Yop, Ramazonda ham yop hamma narsani desa bo'ladimi? O'shanga o'xshagan gap bu ham. Kimdir amal qilmayotgan bo'lsa bo'ldi, bu narsa shariatda yo'q ekan deb Alloh shariat qilgan narsani oldini yopish bo'ladi bu. Shuning uchun bu narsaga ya'ni men ko'proq to'xtalganim, bu katta muammo odamlar ichidagi. O'shani muammoni biz to'g'rilashimiz kerak. Erkak kishi xotinida aybi borligi uchun yoki xotinidan ko'ngli to'lmaganligi uchun uylanadi degan narsa, buni miyadan chiqarib tashlash kerak. Meni juda ham achintirgan narsa, shariatning nomidan dars berib, va'z qilib turgan ota-onalardan eshitib bu narsaga odam azoblanadi. Xuddiki bu hamma tomonni eplab qo'ygan, meni erim, meni o'zim deb misol qilaveradi o'zini o'zi. Meni erim uylanmaydi. Hamma ham siz eringizga o'xshagan bir odam bo'lganda edi, uylanmay yuraverardi masalan. Erkak odam uylanadigan odam. Shuning uchun o'zini misol qilmasin ayol. Uni erini misol qilmasin. Balkim uni erini urg'uchiri bo'lganda bunaqa qilib qo'yib ham qo'ymasdi xotinni. Shuning uchun bu narsani o'ziga o'zi misol qilib odamlarning hayotini buzmasin ayol. Ko'pincha shu narsalarni eshitib qolasiz. Mahkam ushlash kerak deb ayollarga shunaqangi bir nima deydi, ruhiyatini rivojlantiraman degan bahonada uni ruhiyatini sindirib zaharlaydigan ayollar bor.
o'shalarni tushunchasi shu. Guldegina xotini bor ekan, yaxshigina xotini bor ekan, nima uchun uylanib olibdi, nimaga bunday qilibdi degan narsa yarani ustiga tuz sepib, haligi ayolni yana ustidan kulib haqoratlaydi. Bo'shliging uchun qilgan, bo'lgan shuni. Qaynalar kelib qiziga nasihat beradi-ku onalari. Bo'sh bo'lma, landa urib, og'zingni ochib o'tiraverma. Eringni berib qo'yibsan mani degan gaplarni qiladi. Bu narsada ya'ni biz Rasulullohga ergashishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ayollardan namuna olishimiz kerak. Qayoqdagi haligi din dushmanlaridan emas. Vallohu alam.